Rolex futbolga hech qachon homiylik qilmaydi, chunki oldinlari futbol kambag'allar sport turi hisoblangan. Vaholanki Rolex Formula 1, tennis, golf va shunga o'xshagan sport turlarini homiysi. Chunki ularni maqsadli auditoriyasi, ya'ni boylar aynan o'sha sport turlarida ko'proq futbolga qaraganda, chunki futbolda bu millionlar, milliardlar o'yini. Futbolning auditoriyasi bu Kongodagi 7 yoshli boladan prezidentlargacha. Rolex esa mass market produkt emas, uni aniq bir maqsadli auditoriyasi bor. Xuddi shunaqa narsa siz qanaqadir blogerdan reklama olayotganda ham bo'ladi. Bu nima degani? Siz agar mahsulotingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz, qildirmoqchi bo'lsangiz, siz eng ko'p axvat, eng ko'p prosmotrga ega bo'lgan blogerlarga borishingiz kerak emas, mumkin emas. Chunki ularning auditoriyasi ham xuddi o'sha futboldagidek mass market, ya'ni juda ham ko'p har xil auditoriya va ularning ichida aynan sizning maqsadli auditoriyangiz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin siz kichik blogerlarni tanlasangiz va ularning ichida sizning maqsadli auditoriyangiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana mana shu strategiyadan foydalanish kerak. Instagram orqali sotuv qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying.